Artifakt va Reker serverlari haqida bilarmidingiz? Men bugungi videomda sizlarga ancha zo'r bo'lgan va boshqa serverlarda ancha turadigan xislatlarni ko'rsatmoqchiman, chunki bu server Java'dagi serverlardan ko'ra ancha zo'rroq va boshqacharoq. Bu serverga hatto telefondan va kompyuterdan kirishingiz mumkin bo'ladi va sizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bu serverimiz nomi Collapse server deb ataladi. Bu serverda siz o'z xohlagan dushmaningiz bilan jang qilishingiz, ularni urishingiz va o'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Va agar siz boshqa zo'r serverlarda urushishni bilmasangiz, agar bu serverga kirib o'z navigalarni, kuchlarini kuchaytirib, boshqa serverlarga borib, hammani yakson qilib tashishingiz mumkin bo'ladi. Bu serverda bir emas, balkim bir qancha rejimlarga ega. Bu serverda siz o'z xohlagan bloklaringizni qo'yishingiz, bloklar orqali siz o'z dushmanlaringizni yakson qilishingiz, uchishingiz, sakrashingiz va dinamitlar qo'yib portlatib yorishingiz mumkin bo'ladi. Bu hal emas, balkim serverda bir qancha, yana ham ko'proq bo'lgan rejimlarga ega. Bularni o'zingiz ko'rsangiz, qiziqib o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Agar men bilan shu serverda birgalikda o'ynamoqchi bo'lsangiz, IP-sini ekranda va kommentariyamizni zakribda qoldiraman. Hammaga alviderchi.